Hasan aka ko'pchilikning aytishi bo'yicha o'tkir pichoq bilan tayyorlangan ovqat ta'mi boshqacha bo'lar ekan. Siz bunga o'zi qanaqa qaraysiz? Azizlarimizning aytishi bo'yicha, ulug'larimizning aytishi bo'yicha, taqvoning boshlanishi bu o'tkir pichoqdan. Oshxonadan boshlanadi, oshxonada o'tkir pichoqdan boshlanadi. O'tkir pichoqda tayyorlangan ovqatda baraka bo'ladi. Men bunga yaxshi qarayman, siz aytgan gapingizga. Bu to'g'ri gap. O'tmas pichoq bilan tayyorlangan taomda, ya'ni sabzavotlar bormi, go'sht bormi, to'g'ralganda insonni jahl bilan to'g'raladi-da u. Jahl bilan to'g'ralganda uni yomon emotsiyasi o'tadi. Maza qilib ishlamaydi. Inson jahl bilan, so'kinish bilan to'g'raladi. U taomda baraka bo'lmaydi. Azizlarimiz bu taomni yemagan. Mehr bilan o'tkir pichoqda maza qilib tayyorlangan taomda baraka bo'ladi. Zikr bilan maza qilib to'g'ralgan taomni mazasi boshqacha bo'ladi, shirin bo'ladi. Buni hozirgi kungi psixologlarimiz ham isbotlash